Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqadiki 250 tacha odam umra safariga ketishyapti-yu, aeroportda zalida o'tirishibdi-da. Bir mahal ro'yxatga oladigan odam 3-chi bu yo'lakdan kelinglar, umra safariga O'zbekiston Jidda yo'nalishi bo'yicha uchishayotganlar ro'yxatga olish boshlandi, hujjatlaringni olib kelinglar. Kimlardir so'mkasidan, kimlardir chorsidan, kimlardir cho'ntagidan, ag'dan bag'dan topishib qo'llarida ushlab turishibdi-yu, bir mahal bir 80lar atrofidagi bir opoqi timtilanib qoldilar. So'mkada yo'q, chorsida yo'q, cho'ntakda yo'q, ag'di bag'da o'xtaryaplar yo'q, uyda qolib ketibdi. Ro'yxatga oladigan odamning oldiga bordilar. O'g'lim, o'tkazib yuboraver. Hamma yo'g'i to'langan, puliga cho'r to'langan. O'tkazib yuboraver. Yo'q. Biz o'tkazganimiz bilan hujjatingiz bo'lmasa Jiddadan yo Madinadan qaytasizda. Iloji yo'q. O'g'lim deb Xudoning zorini qilibdilar-da. Iloji yo'q. O'g'lim 2 soat borish, 2 soat kelish, 4 soatga samolyot kutib turmaydi. Jon o'g'lim. Yo'q. Shunday tizzalarni yerga qo'yibdilar-da, qo'llarini Xudoga ko'tarib, "Ey Robbim, men qari bo'lsam ham sen qarimassan-ku. Ey Robbim, men esdan chiqarguvchi bo'lsam ham sen esdan chiqarguvchi emassan-ku. Ey Robbim, men unutguvchi bo'lsam ham sen unutguvchi emassan-ku. Ey Robbim, men ko'r bo'lsam ham sen ko'rmassan-ku. Men seni baytingga ketyapman, tavof qilgani, sa'i qilgani, bandachilik bilan qilgan nuqson va xato ayblarimni kechirishlikni so'ragani ketyapman. Yo borishimni xohlamaysanmi? Men 18.000 olamni yaralishiga sababchi bo'lgan, mavhari mavjudot bo'lgan oxiri zamon payg'ambari Muhammad alayhissalomga salom bergani ketyapman. Yo borishligimni xohlamaysanmi? Qaytarib baqiryaptilar, yig'layaptilar. O'tgan odam, "Ho'y opoqi, Allohga bunaqa qilib baqirilmaydi. Hey opoqi, bunaqa qilib dod deyilmaydi. Allohga yaliniladi, yolvoriladi, iltijo qilinadi, past ohangda" desa ham quloq solmay baqiryaptilar dedi. Hammamiz ro'yxatdan o'tib samolyotga chiqdik. O'tiribmiz. Bir mahal samolyotni parraga aylanishni boshladi. Motori yurishni boshladi-yu, stюардessani ovozi keldi. Ekipajimiz uchishlikka tayyor, xavfsizlik kamarlarini mahkamlaylar. Hamma alhamdulillah mahkamlandi. Xursand, duo boshlandi-yu, bir mahal stюардessani yana ovozi eshitildiki, osmonda ob-havo noqulayligi uchun samolyotimizni uchishi kechikdi. 4 soatga. Yig'i, sig'i, dod, voy boshlandi dedi. Bir mahal hamma endi sabr, istig'for, zikrlar, nasibamizni qo'sh deb turilibdi-yu, 4 soat o'tdi-da, eshik ochilib, haligi opoqi hujjatlari qo'llarida labbayk Allohumma labbayk, labbayk Allohumma labbayk deb kirib kelyaptilar-da. Yig'lamagan odamning o'zi qolmadi. Xudoning qudratini qarang deyaptiki, aeroportda o'tirganimizda bir parcha bulut yo'q edi. Samolyotga chiqayotganimizda bir parcha bulut yo'q edi. Samolyotda o'tirganimizda ham bir parcha bulut yo'q edi-yu, ob-havoni Xudo noqulay qilib turib, biz to'xtatib qo'yib, sizlar bilan ketadi dedi. Ana duoning ijobat. Siz ham biz ham so'rasak Xudo bersa, ozaymaydigan, bermasa ko'paymaydigan zot-u, lekin so'rayapmizmi? Lekin so'rayapmizmi?